Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yurtimiz dehqonlari. Mana bugun 30-sentyabr, yana ish kunlarimizdan biri. Xudo xohlasa, shu ovozimizga e'tibor bermaysizlar. Ozgina sovuq suv ichyapmiz, o'zgarib qoldi. Xato kamchiliklar uchun oldindan uzr. Kamchiliklar bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Mana shu yangi o'rnatilgan qatorimizni Xudo xohlasa bundan bog'i mana oyma-oy batafsil tushuntirib boramiz. Xudo xohlasa mana shu qatorimizni birinchi qadamlar bilan mana o'rnatib qo'ydik. Xudo xohlasa bundan bog'i mana oyma-oy shuni qanday o'zgarish bilan qanaqa holatda ketayotganini tanishtirib boramiz. Bizni mana Germaniya uslubi bilan chiqaradigan biyagomizning eng asosiy talablaridan biri tivasi yopiq binoda keyin shunaqa tayi asfalt bo'lgan holatda bo'lishi shart. Shundan talablarimiz mana bittasi mana u tayyor holat. Biyagomizni tayyorlab mana Xudo xohlasa elashga, sotuvga tayyor holati. Tanishtirib boramiz Xudo xohlasa.